Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbek kino olamidan yana bir noxush xabar. Taniqli aktrisa Ra'no Yarasheva haqida hozirgina noxush xabarlar e'lon qilindi. Xalq duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli aktrisa Ra'no Yarasheva bolaligi 17 yoshda turmushga chiqqani va mashhur xonandalar uning she'rlaridan foydalanishi haqida gapirib berdi. 4 o'g'ildan keyin tug'ilgan erkak qiz bo'lganman. Men 4 o'g'ildan keyin tug'ilganman. Ota-onam keyingisi qiz bo'lsa kerak deyishgan. Buvim, sen dunyoga kelding. Allada aziz, to'rvada magiz bo'lgansan deb gapirib berardi. Haqiqatdan ham e'tibor talab erka o'sganman. Singlim tug'ilganda qaramanglar, bu chaqaloqqa tashlab yuboringlar deb yig'lab ichikib qolganman. Keyin meni bobo buvim o'zlarining uyiga olib ketgan. Bekamni ko'z o'stirishgan. Birin-ketin singillarim tug'ilgan. 8 yoshga to'lganimda buvim onasiga yordamchi bo'ladi deb o'z uyimga olib borib qo'ygan. Onam beshikni tebratib yubor desa ham xo'rligim kelardi, chunki avval menga hech kim ish buyurmagandi, deydi bolaligini eslaydi Ra'no Yarasheva. Ra'no Yarasheva 17 yoshda turmushga chiqqan va yosh oila qurish uchun erta emasmi degan savolga aktrisa shunday javob beradi. Tayyor bo'lmagan qiz 29 yoshda ham turmushga tayyor bo'lmaydi. Meni ham singillarimni ham sovchimiz ko'p bo'lgan. Avval turmushga chiqib, keyin o'qiganmiz. Qaynonam pazanda, juda yaxshi ayol edi. Yonida biroz qarashib tursam ham xursand bo'lardi. Qaynonam bag'riga olib, yotqizib sochlarimni o'rib qo'yardi. Ish bilmasang gap bil deyishgan. Men gap bilan ularni rozi qilganman. Hozir esa mening kelinimdek erkasi yo'q. Xohishlarni og'zidan chiqmasidan muhayyo qilamiz, deydi aktrisa. Ra'no Yarashevaning ko'p she'rlarini mashhur xonandalar qo'shiq qilib kuylagan. Shulardan qaysilari aktrisaning o'ziga ko'proq yoqadi? Marhum xonanda Shahnoza Bonu kuylagan Qizalog'im qo'shig'i she'rini men yozganman. Uning tarixi bor. Madina Mumtoz qizim maktabdagi 3 oylik ta'til vaqtida Samarqandga ketardi. Bizning gastrolimiz ko'p bo'lardi-da. Sog'inib qolsam qo'ng'iroq qilardim. Bir kuni gaplashayotganimizda yig'lab yubordi. Kim yig'latdi deb jahlim chiqyapti. 400 kilometr joyga uchib borsam u xafa qilgan odamning yoqasidan olsam deyapman. U esa shunchaki sog'inib yig'lagan ekan. She'rdagi yig'lamagin, ko'zlaringda ko'rmayin yosh, qaroqlaring yig'latgan ul qaysi bag'ri tosh degan joylari shu kabi sababdan edi. Hozir bu qo'shiqni Dilso'z ham kuylayapti. Yaqinda Avazbek Olimov ham yangi talqinda ijro etmoqchi, deydi u. Rayhon mening she'rlarim bilan tanilgan. Rayhon mening she'rlarim bilan hit qo'shiqlar chiqara boshlagan. Men nechun yaraldim Allohim, gulga sira xushim yo'q, yodingdami, yor kabi 20 ga yaqin she'rimni qo'shiq qilgan. Keyin boshqalar bilan ishladi. Buning tarixi ham qiziq bo'lgan. Bir kinoning kastingiga borganimda rahmatli Tamara Shokirova ham kelgan. Ra'no qizim, qo'shiqchi bo'laman deyapti deb qoldi. Samarqand sog'inchi nomli ilk kitobim chiqqandi. Shuni Tamara opaning qo'liga berib ko'rsinchi qizingiz deganman. Shu bilan Rayhonning ijodi boshlanib ketdi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ham mening ijodimdan 2 ta she'rni qo'shiq qilgan. Bizga ne bo'ldi jonim va yolg'iz tashlama Alloh. Shahnoza Bonu yana bir she'rimni qo'shiq qilgan. Kuylaganida yuragim bir qalqib ketgandi. She'rning so'ngida bir misra bor. Orqamda qoluvchi shamchirog'imsan, shu joyini bekor yozibmanmi deya o'ylayman, deydi aktrisa bergan intervyusida.
Ma'lumot uchun, taniqli aktrisa Ra'no Yarasheva 65 yoshda. 2 marta turmush qurgan va farzand dog'ini ko'rgan aktrisa. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Yarasheva bu yil 65 yoshni qarshiladi. Umrini san'at uchun baxshida qilgan aktrisaning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Turmush o'rtog'im sabab 4 yosh qizim vafot etgan. 17 yoshimda oila qurganman. Turmush o'rtog'im yomon inson emasdi, ammo dunyoqarashimiz bir-biriga mos kelmasdi. Men yosh, she'riyatga qiziqadigan inson edim, ammo qiziqishlarim turmush o'rtog'imga yoqmasdi. U insonning fikricha kelinning kitob o'qishi, she'r yozishi ma'qul ish emasdi. Keyin turmush o'rtog'im spirtli ichimliklar iste'mol qilardi. Bir kuni boshimga qattiq jism bilan urdi. Boshimdan qon oqayotganini ko'rib, jahl bilan ota uyimga ketdim. Otam ahvolimni ko'rib, nima bo'lganini so'radi. Keyin turmush o'rtog'imning yoniga kelib, qizimning aybi nima? Nega urding deb so'radi. Turmush o'rtog'im kulib, bunday hol hamma oilada bo'lib turishini aytdi. Otam jahl bilan turmush o'rtog'imni urganida xonaning u boshiga o'chib tushgandi. Undan keyin ichmayman, yana shunday qilsam bolamning o'ligini ustida o'tiray deb qasam ichdi. Afsuski, qasamining ustidan chiqmagandan keyin 4 yoshli qizim olamdan o'tdi. Bu voqeadan keyin u oilada qola olmadim, deydi aktrisa. Erdan ajralib artist bo'ldi. Qizimning o'limidan keyin tushkunlikka tushib qolganman, ammo oradan ko'p o'tmay homilador bo'lib, Komiljon o'g'lim dunyoga kelgandi. Afsuski, oilamiz dars ketgach, qaynonam o'g'limni berishni istamagan. O'g'limni olaman deb harakat qilib yurgan paytimda ota uyimda ham jiddiy muammolar chiqqan. Ya'ni akalarim san'at institutiga o'qishga kirishimga jiddiy qarshilik qilgan. Erdan ajrashib artist bo'lib ketdi degan gapni ko'tara olmayman. Undan ko'ra singlimni o'ldirib qutulganim yaxshi deyishgandi. Ikkita katta akam tish tirnog'i bilan o'qishga kirishimga qarshi bo'lgan. Faqatgina Toshkentda yashaydigan Ravshan akam qo'llab-quvvatlagan. Dadam senlar otami yoki menmi? O'qishga kirsin. Agar kirolmagan taqdirda ham bir umr bizdan armon qilmaydi deb Toshkentga ketishimga qarshi bo'lmagan. Ammo akalarimdan ranjimaganman, chunki ularning qattiqqo'lligi sabab hamisha mas'uliyatni his qilib, otam va akalarimning nomusi bilan yashardim, deydi aktrisa. San'at institutiga qabul qilishmagan. Ilk marta san'at institutiga imtihon topshirganimda qabul qilishmagan, deydi aktrisa bergan intervyusida. Taniqli aktrisa avariyaga uchragan. 2006-yili uyimizni ta'mirlayotgandik. Pul yetmay mashinamni sotishga to'g'ri keldi. Mashinasiz qiynalganimdan keyin kreditga Matiz oldim. Nexia'da yurishga o'rganib qolgan ekanmanmi, bu kuni Matiz kichik do'ngalakdan o'tolmay boshim tomga urilgandi. Jahlim chiqib o'z-o'zimga Matiz yaxshi mashina emas ekan degandim. Oradan hech qancha vaqt o'tmay avtohalokatga uchraganman. Eng qizig'i, o'sha paytda Sevinch filmidagi qahramonimni mashina urib yuborgach oyog'i sinib, yuzlari ko'karib ketgan holatga ko'rsatgan edik. Haqiqiy avtohalokatdan so'ng 2 oyog'im sinib, yuzimning bir tomoni ko'karib ketgandi. Mana shu voqeadan keyin mashina temir bo'lsa-da gapni tushunishini anglaganman. Shuning uchun mashinalarga og'ir gapirmay, qaysi rusumdagi mashinaga chiqsam ham sen yaxshisan deb maqtayman, deydi aktrisa. Aktrisaning 2 turmushida ham omadi kelmadi. Aktrisa 2-chi bor oila quradi. Afsuski, ichki ishlar xodimi bo'lgan inson bilan kechgan turmushi ham uzoqqa cho'zilmaydi. Aktrisaning aytishicha, ularni ajrashishiga rashk va san'atni tushunmaslik sabab bo'lgan. Bir kuni rejissyor Said Muxtorov o'zi bilan to'yda boshlovchilik qilishni taklif qilgan. Umrimda boshlovchilik qilmaganman. Eplolmayman degan qarshiligimga qaramasdan Said Muxtorov endi o'rganasan deya ko'ndirgan. Yulduz Usmonova, Mavluda Asalxo'jayeva, Zulayho Boyxonovalar bilan borganmiz to'yga. Hozir litsenziya deydi. O'sha payt ham bu ish bilan shug'ullanish uchun hujjat kerak bo'lgan ekanmi? Xullas, guruhimizni militsiya xodimlari ushlab olgan. So'roq savol qilishgan. Baland bo'yli bir yigit esa meni boshqa xonaga olib kirib, ularning orqasidan nima
nima qilib turganimni so'ragan. Institutga xat jo'natib o'qishdan haydalishimni, Katta Qo'rg'onga ota-onamga ham bu haqida xabar berishini aytgan. Yig'lab otamga, akalarimga aytmasligini iltimos qilganman. Birinchi marta chiqishim edi, boshqa qaytarilmaydi, deya vaziyatni tushuntirganman. U odam rahm qildimi? Qisqasi, hayotim shu inson bilan bog'landi. Orada Madina Mumtoz qizim tug'ildi. Dekretga chiqqan bo'lsam ham radioda Oydin daqiqalar degan eshittirishlar qilganman. Televideniyada qo'shiq Bizga hamisha hamroh nomli ko'rsatuvlar qilganman. Xullas tinmas edim, deydi aktrisa. Ra'no Yarasheva 2 farzandni voyaga yetkazgan. Komiljon ichki ishlar sohasini tanladi. Qizi Madina Mumtoz esa onasini izidan borib san'atkor bo'lganda, ammo oilali bo'lgach san'atdan ketganligini ma'lum qildi. Hayotning ko'plab qiyinchiliklarini boshdan kechirgan Ra'no Yarasheva ayni damda 7 nafar nabiraning buvisi va millionlab muxlislarning sevimli aktrisasi hisoblanadi. U 1984-yili ijodni boshlagan bo'lsa, haligacha teatr va kino olamida tanaffus qilgani yo'q, deyiladi xabarda.